Amerika orzuyingiz bir daqiqada so'nib qolmasligi uchun siz kamida 3 ta savolga tayyor bo'lishingiz kerak. AQSh elchixonasiga kirganingizda vizaviy ofitser sizdan savol so'raydi. Ya'ni Amerikani qayeriga, nima maqsadda ketyapsiz? Bundan tashqari Amerikada tanishingiz bormi? Yoki vataningizda ushlab turuvchi menga nima sabab ko'rsatib bera olasiz degan savollar bilan konsul sizga murojaat qilishi mumkin va albatta bu holatda o'zingizni yo'qotib qo'ymasdan, hayajonlanmasdan siz konkret maqsadingizni tushuntirib o'tishingiz kerak bo'ladi. Agar siz hayajonlansangiz, ya'ni gapirayotgan gapingizga ishonch bilan gapirmasangiz, albatta bu holatda 100% sizga vizaviy ofitser отказ bosib beradi. Hattoki siz o'nlab Yevropa davlatiga chiqgan bo'lmay, bunday holatlarda ko'pincha отказ holatini olib keladi. Ya'ni bizning ish jarayonimizda bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Gapiradigan gapingizda nima maqsadga ketayotganligingizni, nima deyishingizni tayinlanib kirsangiz, albatta bu nur ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lardi. Endi insonlar o'zidan boy insonni esa chiroyli kiyinib, kostyum shimlarda, gaz suli taqib, xuddi mendek ko'rinishda kirishadi, lekin bu holat konsulda shubhani olib keladi. Ya'ni men uchun shu holatni yuzaga keltiribdi, harakat qilib kelibdi degan holatda katta shubha bilan sizga отказ berish mumkin. Albatta bu holatda ham e'tibor berishinglarni so'ragan bo'lardi. Kimdir taqinchoqlar bilan boradi. Endi AQSh elchixonasi bilasizlar, misol uchun soat bilan yoki o'sha metal buyumlar bilan yoki hattoki o'sha telefonlaringizni ham tashqariga kirayotganda security olib qoladi. Ya'ni xavfsizlik jihatdan bu narsalar olib qo'yiladi. Shu sababdan borayotganingizda o'ziga yarashgan, dazmollangan, chiroyli kiyimda borib turib, konsul bilan samimiy maqsadingizni tushuntirib gaplashishingiz kerak bo'ladi. Nafaqat bu turizm vizalari, biznes, meditsina yoki o'qish bo'yicha ketyapsiz yoki malaka oshirish bo'yicha ketayotganingizda ham bu narsalarga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Chunki AQSh elchixonasida o'tirgan vizaviy ofitser sizni vataningizga qaytib kelishingizga ishonsagina sizga o'sha vizani urib beradi. Shu sababdan maslahatlarim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, layklar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Agar sizlarga Amerikaga ketish xohishingiz bo'lsa, bemalol Grand Viza markaziga kelib ma'lumot olishingiz mumkin. Bilasizlar, biz 10 yildan beri faoliyat yuritamiz. Vizaga yordam kerak bo'lsa, bemalol ofislarimizga kelib, bepul konsultatsiyamizdan foydalanishingiz mumkin. Sizlar bilan Bahodir Abdullayev bo'ldi. Bizning YouTube kanalimizga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin. Xudo xohlasa, yangi ma'lumotlar bilan sizlarni xursand qilishda davom etamiz.